Assalomu alaykum qadrdonlar. Juda ko'p so'ralgan mavzu Spark mashinasiga propan qo'ysa bo'ladimi yoki qanday yuradi degan savolga video orqali javob topasizlar. Videoda oxirigacha ko'ringlar. Mashinamiz koreyskiy motor. Videodan 220 ming yurganga o'xshamaydi, lekin vaholanki mashina 220 ming yurgan ekan. Bunga ham o'ziga xos ravishda original zapchasi bilan propan qo'yadigan bo'lsanglar, hech qanday, yana qaytaraman, hech qanday muammosiz yuradi. Bu albatta bizga Basico 24/4 eng legendarniy bunaqa mashinalarni xotirjam yurgiza oladigan blok upravleniya Yevropa gaziga tegishli. Injektorlarimiz italyanskiy, mana bu yerda. Yashil. Orasiga chiqib o'rganmiz. Mana buni joyiga olib chiqib qo'ysak ham bo'ladi, lekin imkon qadar o'sha joyiga joylab berganmiz. Italyanskiy reduktor Nordic bilasizlar buniki 120 dan 170 ot kuchigacha xotirjam ko'tara oladi mashinani ot kuchigacha. Mashinamizga magnetic klapon qo'yganmiz. Filtr, ya'ni shlankalar Fagomet original shlanka. Eng qizig'i mashina hozir shu turishda. Aka gazda yurib turibdi. Yurib keldingizmi gazda? Qalay tortdi? Yaxshimi? Benzindan o'zgardimi, o'zgarmadimi? Ha? Buni sababi akalar, benzinni aktani bilasizlar, 80 bo'lsa, maksimal 80 chiqmasligi mumkin. 90 bo'lsa, maksimal 92 chiqmasligi mumkin. Aka zapaska bitta ochib oling, orqani. Eng qizig'i zapaskasini o'rniga nechtada balon qo'yganmiz? Taxmin qilib turasizlar, men sizlarga ochib faktik ko'rsatib beraman. Odatda bilasizlar, bularga 35 yoki da 42 ga qo'ysangiz ham bo'ladi, lekin biz bunga zapaskasini o'rniga jentralarga net tushadigan bo'lsa, o'shunaqadan qo'yib berganmiz. Turishi ham o'ta chiroyli holatda turadi. Mana bunaqa taglari shumizolyatsiya bo'lgan. Balonimiz mana 47 litrligi isbot dalili, 20,5 kilo balonni o'zi maksimalning 80% gacha to'ladi. Klapanlarni qo'yganligimiz uchun, ya'ni armaturani originaldan qo'yadigan bo'lsangiz, maksimalning 80% da o'zi to'xtaydi. 100% damlanmaydi. Sizlarga ham shunaqa sifatli xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, Gazpro servisiga murojaat qilsanglar, imkon qadar chiroyli qilib yetkazib beramiz. Mashinani o'zini salon ichida ko'rsatib qo'yaman. 220 ming yurganga o'xshamaydi. Mashina shu turishda konsender deb turibdi. Sifrlar ozgina ketib qolgan ekan. 2 bilan turibdi, lekin mana mashina gaz yurib turgan holatda konsender zo'r islayapti. Mana muammosiz akalar, chotki yuradi. Benzinga qaraganda, akalar, benzinga qaraganda ancha zo'r yuradi. Mashina qiynalmaydi. Aktari baland bo'lganligi uchun bilasizlar, o'zi Toshkent motorlar, koreyskiy motorlar, birli motorlar sab dimroq yuradi. Agar o'shanga propan qo'yadigan bo'lsangiz, chem benzinga qaraganingizda yana ham yaxshiroq bo'ladi. Lekin baribir zo'r bo'lmaydi, sababi kichkina motor bo'lganligi uchun. Gazpro servisda qoling. Siz uchun doim eng yaxshisini ravo ko'ramiz.